Salam bütün dünyadaki kardeşler ve Kanada'daki kardeşlerimiz. Bütün dünyanın hem yeri de kıyınçılıklar bilen, sergandarçılıklar bilen, Garip'nin bir demokratiyası da erkin yaşaşını istek kılıp atkan, kaçıp жүрген, kaçak hop, kıyınılıp жүрген barlık kardeşlerimiz. Sizlerge salam. Bugün ben bu uzun oldu, sözlemedim, sözgü çıkmadım. Sizlerge bugün sözleştik sebebim. Ben naiti yaxşı bir hoş haberini anladım. Bulup bu Kanada'nın ki 10 min adamını yötkep ekiliş hoş haberini anlığandan keyin bu sergandarçılıkta biz hoş haber dep qaraymiz. Halkımız bu garip dünyasıga intilip atqandan keyin iqtisodiy jihatdan, ishlash jihatdan, her jihatdan sharoiti va yerda siyosiy ishlarni qila oladigan, qo'rqmay harakat qila oladigan bo'lamiz. Hamda hayotimiz kapolatga ega bo'ladi deb har xil qechishlar bilan yo'llarimiz Yevropaga qashqicha o'lib ketganlar bor. Nurg'un qapılıqlarni bir necha odamimiz shu yo'lda safarda o'ldi. Shu qechish, g'arbga qechish nimasi bilan. Endi bu Kanada, Amerika, burunmu Tibetni olgan g'arb dunyosi mana 10 minglab, 20 minglab, 50 minglab olgan. Bugun Kanada tunji qitim bizningki 10 ming odamni qabul qildigan bo'lib, parlament a'zolaridan nihoyat yaxshi o'tibdi. Kanada davlatiga rahmat. Buningda kuch qolgan Samir Zubayri efendimga, Kanadaning vaziri Trudeau Justin efendimga nihoyat cho'ng rahmat etimiz. Bütün Uyg'ur xalqi nomidan, o'zimning oilam, o'zimning nomidan izlab atqan, lagerda yig'lab atqan, dunyoning hamma yerida sargandor bo'lib yurib atqan Uyg'ur xalqining nomidan rahmat etaman. Ham mushu ishning ro'yobga chiqish uchun, mushu ishning amillishi uchun uzundan beri davomliq deb kelayotgan, masalan 2014-yil bir necha suhbatda mushu Mehmet To'xtining mushu Kanadaga qat'iy 10 minglab, 20 minglab odam oladi, biz mushuni qilamiz, mushuni qilishimiz kerak deb deyotgandi. Ma 2014da deyotgan gaplar, uningdan keyin mushu Turkiyada 10 ming odamni tizimladi. Tizimliga vaqtida men ishonmagan, nimanda xalqning ma'lumotdan ahmoq qiladi bu deb. Men o'zimni tanqidlayman bugun. Men oshunga hayron qoldim. Shu tizimni tayyorlaganligi uchun, hamma narsani amallashtirib hukumatga sunalganligi uchun ma'vu parlament a'zolarini qo'rqmay ko'stib, odamlarning soniga ega chiqib, 10 ming odam uchun Kanada parlament qonunida dunyo bo'yicha g'arb dunyosining birinchi qitim 10 ming Uyg'urni mushu azap tatıyatkan sergendarlarını elişini kanun maqıllışı. Bununla ben Mehmet To'xtining bu tarixini yaratqınıga, hatta muş dep kelyatkan işini to'xtamay aqıdı menip, amillashtirib, muş işini vücutga chiqargani uchun parlament a'zolariga, ham Kanada hukumatiga, Uyg'ur siyosining erinmay muş ishni qilgan Mehmet To'xti efendimga cheksiz rahmat aytaman. Hamma siyosatchilarimizning mushning oldi oqidan atgan Kanadadagi barliq siyosatchilarga rahmat aytaman, Uyg'ur tashkilotlariga rahmat aytaman. Bugun nimani olgan bo'lsa, Kanadani olgan bo'lsa, ata Amerikadami mush Uyg'ur Amerika uyushmasi, biz demokratiya kishilik huquq fondi jamiyati, Dünya Uyghur qurultiyi, hammamiz burundan tatmış 10 ming adam, 20 ming adam, 30 ming adam bizni elish kerak deb sunib kelyapkan. Lekin buni bunda amaliy bir harakatga aylantiramgan. Hamda Amerikada buni qilish kerak, dunyoning hamma yerida buni qilsa, hamda bu bir boshlanish bo'ladi, bizning sargandar Uyg'urlarimizga xotim beriladi. Endi bizning Uyg'urlarimiz yalnız bu Türkiye'de olmaydı. Qozog'istonda masalan shundaqa eqib жүрген vatandan qochib, Qirg'izistonda, O'zbekistonda eqib жүрген, ya'ni minglarcha, 10 minglarcha Uyg'urlarimiz bor. Ama shu navbat bilan asta keladi. Shunga men shu sargandar bo'lib жүрген ko'chman qarindoshlarimni tabriklayman. Hem Kanada'daki muş iş üçün mangan siyasiyollarimizning muş ishni vücutga chiqqanligi uchun ularni tabriklayman. Hem xalqaradagi muş ishga kuch chiqargan barliq siyosiyollarga rahmat aytaman, tabriklayman. Rahmat sizlarga.